Rasululloh alayhissalom shunaqangi odam bo'lganlarki, qiynalgan odamni ko'rib, uni yordam so'rashini kutmaganlar Rasululloh alayhissalom. Umuman kutmaganlar. Vaholanki bugun biz ummat, mavludda tikka turib olib likillaydigan ummat, so'rasa ham yordam bermayapmiz bugun. Mana ummatning ahvoli. Ha bunday ummat xor bo'lmay kim xor bo'lsin? Bunday ummat xor bo'lmay kim xor bo'lsin? Lopimizga kelib yordam so'rasa bermayapmiz. Nechta jigari kasallar o'lib ketyapti, qonni ishib, kinniga otilib ketayapti, suv to'planar ekan jigari kasal bo'lsa. 40 ming, 42 ming, 45 ming dollar pul kerak. Uni 40 dollar puli yo'q. Yo'q bizmi 40 tamiz, berolmaymiz 1000 dollardan. O'zi bitta qishki ustivosh normalni kiyinamansiz 1000 dollar yetmaydi. Yetmaydi 1000 dollar qishki ustivoshga. Sal bir tuzroq kiyinaman degan odamga. O'lib ketarsinmi bu? Shuning uchun musulmon qandoq bo'lish kerak desa, musulmon inson har qanday vaziyatda o'sha shaxsning o'rniga o'zini qo'yib ko'rsin.